2015-yil dekabr oyida Ukrainaning bitta viloyatida dispetcher o'z ishini qilib o'tiribdi. U kompyuterga tegingani yo'q, lekin kursor o'zini-o'zi harakatlanib, svetlarni birinma-ketin o'chirishni boshladi. Dispetcher buni to'xtatishga harakat qildi, lekin kompyuter o'sha bo'ysunmayapti. Bir necha daqiqaning ichida 200 mingdan oshiq aholi svetsiz qoladi. Eng yomoni bu sovuq qishda sodir bo'ladi. Bu holat sodir bo'lishi uchun hech kim elektr stansiyalarga o'q uzmadi va hattoki hech kim bomba tashlamadi. Bu hujumni qilganlar bir nechadir ming kilometr naridan turgan holatda o'zining stolining ustida kompyuter orqali bajarishdi. Bu urush shuning uchun ham kiberurush deb ataladi. Urush deganda nima tushunamiz? Tanklar, samolyotlar, zirhli texnikalar va yakson bo'lgan hududlar. Ammo bu urushda buning birortasi yo'q. Bu yerda qurol kompyuter, askar esa buni ortida turgan inson hisoblanadi. Kiberurushda front degan narsa yo'q. Chunki hujum istalgan vaqtda va istalgan davlatda sodir bo'lishi mumkin. Bu narsani firibgarlik bilan adashtirmaydi. Chunki firibgarlar sizlarni pullarni oladi va yo'q qiladi. Kiberurushda esa maqsad kattaroq. Bu butun bir davlatning elektrini o'chirish, zavodlarni to'xtatish va eng kerakli bo'lgan sirlarni o'g'irlashdir. Eng yomoni shuki, bu narsani isbotlash iloji yo'q. Hozirgi voqea men aytadigan narsani oldida hech narsa emas. Bundan 5 yil oldin hujum uchun internet ham kerak bo'lmagan. Taxminlarga ko'ra, Isroil va AQSh tomonidan Eronga qarshi qaratilgan hujum 2010-yilda sodir bo'lgan. Eronning yer ostida yashirin yadro zavodlari bor va unda eng kerakli bo'lgan qurilmalar mavjud. Va ular shunaqa tez aylanadiki, soatiga 10 ming martagacha. Va bir kuni bu narsalar ishdan chiqishni boshladi. Muhandislar esa nimadan bo'layotganligini xabarini bilishmaydi. Qurilmalar yangi, elektrda esa hech qanday muammo yo'q edi. Buning sababini esa bir yil o'tib topishdi. Aybdor kompyuterdagi virus edi va buning nomi Stuxnet. Virusning asosiy vazifasi qurilmalarning ichidan buzgan holatda ularning tezligini almashtirgan. Kompyuter esa muhandislarga to'g'ri statistikani berib borgan. Shu paytning o'zida esa zavod vayron bo'layotgandi. Bu zavod internetga umuman ulanmagan bo'lsa ham, bu narsa oddiy bitta fleshka bilan kirilgan. Stuxnetning faqat bitta maqsadi bor edi. Bu maqsad Eronning yadrosini yo'qotish. Keling endi boshqa hujum haqida gaplashaylik. Tasavvur qilasizlar, bankda yoki qaysidir bitta korxonada buxgalter lavozimida ishlayapsizlar va sizlarning ekraningizda qizil yozuv chiqdi. Qizil yozuvda aytilgan $1 million talab qilinyapti va sizlarning atiga 3 kun vaqtingiz bor. Va aynan shu hodisa 2017-yilda Ukrainada sodir bo'lgan. Ekranda pul talab qilinardi, lekin sizlar to'lasanglar ham hech qanaqa foydasi yo'q edi. Chunki bu yerda maqsad pul bo'lmagan. Asosiy maqsad sistemalarga buzib kirish va shuning oqibatida $10 milliard dan oshiq zarar ko'rildi. Shunchalik katta zararga ilovadagi birgina yengillanish sabab bo'ldi. Endi savol tug'iladi. Ular buni qanday tarzda amalga oshirishadi? Bunday hujumni bir necha usullari bor. Birinchi usullardan biri bu aldov xati hisoblanadi. Masalan, sizning Instagramingizga xabar keladi. Sizlar havolaga bosasizlar, o'zingizlarning login, parollarni terasizlar va sizlar qanaqasiga ushbu login parollarni berib qo'yganligini bilmaysizlar. Yirik hujumlarning aksariyati aynan shundan boshlanadi. Ikkinchisi bu sizlarning fayllarni qulflash. Viruslarni telefoninglardagi yoki kompyuterlardagi har qanaqa narsani yopib qo'yadi va ochish uchun esa sizlardan pul so'raydi. Uchinchisi bu DDoS deyiladi, ya'ni bir nechadir ming kompyuterdan foydalangan holda sizlarning saytingizga qaratilgan hujum. Unga haddan ziyod so'rovlar bo'lganligi hisobiga sizlarning saytingizda qulaydi. 2007-yilda shu uslub bilan Estoniya mamlakatining interneti 3 hafta ishlamay qolgan. Va yana bitta uslub bor, hakerslarga to'g'ridan-to'g'ri tegmaydi. Bu siz ishongan va ishlatayotgan kompaniyaga yoki ilovaningizga hujum qiladi va siz bu virusni qurilmangizga o'zingiz kiritasiz. Ushbu hujumlar oxirgi 10 yillikdagi hujumlar hisoblanadi. Endilikda bu usul o'zgargan. Hozir ikkita narsa o'zgardi. Birinchisi, endi hujumga shoshilishmayapti. Ya'ni hakerlar sizlarning tizimingizga kirib oladi va oylab, balki yillab tizimingizda turishadi. Bu narsa nimaga kerak? Ya'ni sizlarning kompaniyalar birinchi kichkina bo'ladi, kompaniya kattalashadi, oborotlar oshadi va aynan shu payt ichida hakerlar butun tizimni o'chirishadi. Oldinlari aldash uchun til bilish kerak bo'lardi. Hozir buni esa sizlarning o'rningizga sun'iy intellekt qiladi. Bundan ham yomoni sizlarning videolarni yoki ovozinglarni o'xshatgan holatda sizlarning yaqiningizga yuboradi va buning nomi deepfake deyiladi. Aynan bu narsa butun dunyoda ko'payapti. Shu sababli ham O'zbekistonda kiber xavfsizlikka bo'lgan talab kuchayib bormoqda. Davlatimizda shu sababli maxsus kiber bo'limlar ochilmoqda. O'zim ham oxirgi 3 yildan beri kiber xavfsizlik sohasida ham ishlab, ham dars berib kelyapman. Hozirda shogirdlarim ichida davlat organlarida, davlat sektorlarida, xususiy kompaniyalarda, banklarda ishlayotganlar bor. Kiber xavfsizlikka qiziqqan va kiber xavfsizlik sohasida ishlamoqchi bo'lgan insonlar uchun biz jamoamiz bilan ikki xil kurs tashkil etdik. Birinchisi kiber xavfsizlik sohasida boshlang'ich bilimni egallamoqchi bo'lganlar uchun, ikkinchisi bo'lsa dasturlashdan ozgina xabari bo'lgan, kiber xavfsizlik bo'yicha xalqaro sertifikatlar olmoqchi bo'lgan insonlar uchun tashkil qilingan. Agar ushbu kurs bo'yicha qiziqadigan bo'lsanglar, biza opisaniyada havolamizdan qoldirib qo'yganmiz. Havodan bemalol o'tib
ro'yxatdan o'tishingiz mumkin. Eng mustahkam bo'lgan dasturlarni ham buzish mumkin. Bu urushning eng zaif nuqtasi texnika emas, balki inson omilidir. Xavfsizlikni ta'minlash bu faqat davlatni yokida kiberxavfsizlik xodimlarining ishi emas. Xavfsizlikni ta'minlashni esa eng avvalo o'zingizdan boshlang. Qanaqasiga o'zingizni xavfsizligingizni ta'minlash bo'yicha bizni oldingizda deb o'tganimizni ushbu video orqali ko'rishingiz mumkin. Agar bu video sizlarga foydali bo'lgan bo'lsa, do'stingizga ulashinglar, like bosinglar va obuna bo'linglar. Telegram kanalimizda esa foydali ma'lumotlarni berib boramiz. Telegram kanalga o'tish uchun opisiyaniyada bizga link qoldirdik.